Lysian L8 yangicha varianti o'rtoqlar O'zbekistonda birinchilar qatorida bizaga obzor qilish nasib qilgan ekan. Lysian L8 Ultra va Livis'ini farqlarini tushuntirib o'taman o'rtoqlar. Lysian L9 Livis'ni hammanglar bilasizlar. Narxi Xitoyda hozirgi kunda $72,100 bo'lgan ekan, lekin bizda avtobazada ming bor uzr eksport qila olmaymiz o'rtoqlar. Kimdir eksport qilib beraman deb sizni ishontirayotgan bo'lsa ham, yaxshilab o'ylab ko'ring. Do'stlar, Lysian Livis L9 oddiy ultrasi bilan nima farqi bor? Ikkita katta farqi bor. Birinchisi bu albatta pnevmada. Va narxida nima farqi borligini ham men sizlarga cho'tka qilib tushuntirib o'taman. $7,500 atrofida farqi bo'ladi. Ikkita katta farqi bor, hozir tushuntirib o'taman. Birinchisi bu pnevmasi. Pnevmasi juda ham kuchli ishlangan. Dunyo bo'yicha chempionlikni qo'lga kirityapti. Ko'rdinglar, stakanlar bilan yurg'izdi, Merslarning oldida yurg'izdi va вообще Merslar likillab ketdi. Bu likillamasdan cho'tka yurdi. Pnevmasi juda ham kuchli. 3 ta g'ildiragi bilan bitta g'ildiragini ko'tarib tura oladi, damkrat kerak emas holatda. Xo'p, ichini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, kofe salonida qilingan, cappuccino salon deymiz biz. Juda ham chiroyli, monitorlar ulanib ketgan bir-biriga. Ruli ham sal noodatiy bo'lgan. Head-up display hammasi bor. Keyin mana Lysian L9 Livis bilan Ultra'sining nima farqi bor? Birinchi farqini aytib o'tdim, eng katta farqini. Ikkinchi farqi mana qaranglar. Bosmamiz shartta ochilyapti, ko'ryapsizlar. Muammosiz ochildi va yana yopsak yopiladi. Endi kelinglar, shuni ultrasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ultrasi qanaqa? Mana atroflarini o'rab qo'yishgan, sababi 8 endi keldi. Bugun prezentatsiyasi bo'lyapti o'rtoqlar. Birinchilar qatorida sizlar ko'ryapsizlar. Inshaalloh qaranglar. Mana 9 ham 8 ham bir xil shu. Bu ultrasi qaranglar. Bosamiz ochilib kelmayapti oldimgacha. Qo'lda ochishim kerak bo'ladi. Lekin bitta narsani hisobga olinglar. Yopib olganda knopkani bossam o'zi avtomatik yopiladi. Ko'rdinglar? Mana bu ultrasi, mana bu bo'lsa Livis L9, L8. Endi L8 ga o'tamiz. O'rtoqlar, Lysian L8 ni bilasiz. Lysian L8 da orqa tarafida o'zgarish katta bo'lgan. Katta bo'lsa ham bu esingizda bo'lsa L8 ni nomer qo'yadigan joyi, pad nomeri pastda turardi. Hozir tepaga chiqqan. Faralarida ozgina o'zgarish bor, bo'ldi. Orqasi tugadi shu bilan. Endi yon tarafiga o'tsak, bu yoq tarafi sal kattaroq bo'lib, L9 ga juda ham o'xshirdi. Mana butlar hozir qiya tushib, hozir L7 ga o'xshab turibdi. Nimagaligini hozir ko'rasizlar. Eng katta farqini men sizlarga tushuntirib o'taman. Bosganda o'zimiz tortib olishimiz kerak ultrasini, lekin Livisda ochiladigan bo'lar ekan. Xo'p, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Lysian L8 oldinlari 3 qatorli bo'lardi, bunisi esa L8 2 qatorli bo'ldi. Mana eng katta farqi ko'rishingiz mumkin. Birinchilar qatorida ko'ryapsizlar. Bitta like bosib qo'yasizlar. Mehnatimiz uchun kelishi bilan keldim o'rtoqlar. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Bu yerda xolodilniklari bor. Hozir ko'ramiz. Mana ochilarmi ekan? Qaranglar. Cho'tka qilgani. Hamma narsasi bor, ko'rasizlar. Juda ko'p. 哎，你好，这边有没有冰箱？后面有没有冰箱？ Mana o'rtoqlar. 零下-6度和50度。 Mana. Ko'ryapsizlar? Orqa monitorlari ham kengaygan. Mana bu yerda Livisga o'xshab oynalar qo'shilgan. Mana bu yerdan yopsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Zo'ra. Ikki tarafi ham stoliki bor. Nasib qilsa, o'rtoqlar, eksportni yopiq hozir. Bu Livis va yangichasini biz eksport qilib bera olmaymiz. Xudo xolisa, eskicha varianti kerak bo'lsa eksport qilib beramiz. L6 ni ham, L7 ni ham, L9 ni ham. Monitorlar birlashgan. Bo'ldi, qolgan hamma obzorni sizlar ko'rgansizlar, hammasini obzor qilib berganman. Bu Lysian L8 eng katta farqlarini ko'rsatib o'tdim. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'linglar. Avtobaza har doimgidek Xitoydan turib xalq uchun xizmatda. Xudo xolasa, Zikr 9X, Zikr 8X lar buyurtma asosida kerak bo'lsa, Primoy zavoddan hal qilib beramiz va X-Pen, GX ga ham juda ham ko'p buyurtma bo'lyapti. Livis eksporti yo'q. Lysian bu L9 ni, L8 yangichasini ham eksporti yo'q. Ochilsa обязательно sizlarga video qo'yib e'lon beramiz o'rtoqlar. Joyinglar sog' bo'lsin. Avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda. Like qilmaysizlar, obuna bo'linglar.